Assalomu alaykum. Bugun oqsoqlik to'g'risida gaplashamiz. Oqsoqlik chorvachilikda juda e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim masala hisoblanadi. Ayniqsa sut yo'nalishida yoki go'sht yo'nalishida chorvani rivojlantirayotgan fermerlarimiz uchun bu ma'lumotlar foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Tajribali fermerlarimiz shuni juda yaxshi bilishadiki, oqsoqlik sut yo'nalishidagi sigirlarda ularni ishtaha bilan yem yeyishiga ta'sir qiladi. Joni og'rib turgan jonivor hech qachon qorni to'yguncha yem yemaydi. Oqsoqlikni aniqlashni tajribali fermerlarimiz yoki fermadagi texnologlarimiz asosan kuzatuv yo'li bilan amalga oshirishadi. Bunda ular alohida chorvalarning yurish-turishidagi o'zgarishlarga juda katta e'tibor berishadi. Oqsoqlikni aniqlash bo'yicha nemis olimi tomonidan juda ham ajoyib usullar topilgan. Bunda oqsoqlik darajasi 5 bosqichga ajratilgan. Oqsoqlikni 5 bosqichga ajratishdan asosiy maqsad sog'lom qoramolni va oqsoqlanish darajasi boshlangan qoramollarni ajratib olishdan iborat. Oqsoqlikning salbiy oqibatlari bu sut samaradorligining pasayishi, tana vaznini yo'qotilishi va shuni bilamizki, oqsoq sigir hech qachon o'zidan nasl qoldirmaydi. Yuqoridagi ma'lumotlar agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, demak bizning vaqtimiz zoya ketmadi. Agar siz to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, qisqa kurslarimizda kelib ta'lim olishingiz mumkin. Video davomida barcha ma'lumotlar qo'yilgan.